Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyonu başlayımız. Leksiyada siz Radio Rosie Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyelerimizin mavzusu mındak. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump Jungo orqali Chavshanni jazolash unum bermadi deb ko'rsatdi. Jungo buningga raddiya berdi. Mavzuli xabar 6 ayning 21 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mundaq ko'rsatdi. Jungo garchi Chavshan masalasini hal qilishga yordam bergan bo'lsa-mu, lekin unumi bo'lmadi. Jungo haftaning 3 kuni javob qaytarib, Jungoning qo'shgan to'pisi hammaga ayandir dedi. Prezident Trump oldingi kuni Twitterda fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Garchi men Chavshan masalasini hal qilishga Jungo yordam qilish bo'yicha Rais Xi Jinpingga haqiqiy rahmat aytgan bo'lsam-mu, lekin Jungoning yordamining hech qanday unumi bo'lmadi. Prezident Trump nima deydi? Lekin Jungoning yordamining hech qanday unumi bo'lmadi. Diqqat vatandoshim, Turan efendi. Prezident Trumpning bu bir parcha Twitterda qoldirgan fikri Amerikalik student vafot bo'lib, bir kundan keyin prezident Jungodan foydalanib Kim Jong Un hokimiyatiga taqobil turish taktikamiz mag'lub bo'ldi dedi. Masalan, student, Amerikalik student Otto Warrenberg Chavshan turmasidan kirib bir hafta ichida, 6 kun ichida Amerikada oilasida qazo qildi. Prezident Trump shundan keyin nima dedi? Bizdan Jungodan foydalanib Chavshan qarashtirish taktikamiz mag'lub bo'ldi deb ko'rsatdi. Buning qarta Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang haftaning 3 kuni o'tkazgan muxbirlarning kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Chavshan yadro qurollarini hal qilish uchun boshdan oxiri tirishchanlik ko'rsatdi. Ya'ni o'zining qurilish xarakterli rolini joriy qildiryapti. Amerika Jungo diplomatiya va davlat mudofaa ministri darajali strategik dialog haftaning 3 kuni Washingtonda o'tkazildi. Amerikaning Chavshan masalasi bo'yicha Jungoga besim ishlatadiganligi ma'lum bo'lmoqda. Yani bir taraftan Amerika ismli televiziya CNN mundaq ko'rsatdi. Sun'iy hamroh suratlari ko'rsatdiki, Chavshan yadro qurollari Siniqada yangi faoliyat o'ttirg'i chiqdi. Amerika axborot organlari Pyongyang 6-qatimliq yadro siniqi o'tkazamdi yo'q tadqiq qilyapti. Agar Chavshan Amerika Jungo dialog kunlarida yangi yadro siniqi olib boradigan bo'lsa, Jungoning Kim Jong Un hokimiyatining xaraslarini cheklash yo'lidagi ilgirlashlari mag'lub bo'lganligini ko'rsatdi. Nima deydi? Mushu Washingtonda o'tkazilayotgan Jungo Amerika dialoglashi suhbatining mushu ko'llarda agar Chavshanda mushundaq sinoq yadro sinoqlari elib berildi ekan, u vaqtda Jungoning Chavshanga qaratgan yoki Chavshanni besim ishiltish orqali Amerikaga yordam qiladigan siyosatimi mag'lub bo'lgan bo'ladi. Chavshan dushmanlashdi. Yana bir yangi xabar. Yerim Aral yadro urushi tahdidi eng yuqori chekka ko'tarildi. Mavzuli xabar 6 ayning 22 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Chavshan agentligi 22 kuni maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Amerika qo'g'liquvchi harbiy parxoti va strategik bombardimonchi aeroplanlari yaqindan beri Chavshan yerim orolini razvet qilish va mashq qilish faoliyatli elib borganligini o'ylab, ayblab, kechiringlar, elib borganligini ayblab, bu harakat Chavshanga qaratgan harbiy ig'vogarchilik yerim orolning vaziyatini jiddiylashtiribyapti deb aybladi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. 20 kuni Yaponiyaning Xingshui porti o'rinlashtirgan Mustang
Deston qatarlıq qoğluğucu parxotlarını Çavşanның şərqidəki dəniz boyu su yüzüge yetkəp gelip, razut elip berip, Çavşanның dəniz üstü məxsus iqtisad rayoniga təcavüz qıldı dep görüstüldü. Oxşaşlı bir vaqtda Guamdan uçqan 2 dana B-1B belgilik bombardımançı aeroplan Koriya və Çavşanның şərqi qismi dəniz yüzüge kelip, mühim nişanlığa yadro bombası taşlaş məşqi elip badı. Maqalada mındaq görüstüldü. Ötkəndə məxbi bombardımançı aeroplan əvətib, Koriyaga kirginiga o'xshamaydigan bir tarafi bu qatam Amerika qasddan bombardimonchi aeroplan avatib tashkillab yadro urushi kayfiyati yaratishni maqsad qildi deb ko'rsatdi Çavşan agentligi.